Salom do'stlar, sizlar bilan Craft 5 do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu yerda shahar quramiz. Bir necha qism bo'lishini bilmayman, lekin sizlar albatta videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bizlar allaqachon 50 ta obunachiga erishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Iltimos chatda like bilan obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bular bizga kerak bo'ladi do'stlar. Unda qani bizlar boshladik. Do'stlar, skinimga e'tibor bermaysizlar, shunaqa skin qo'yaman deb kanalimga lekin e'tibor bermaysizlar. Qanaqa skin bo'lsa ham nima qilib shunaqa do'stlar, sizlarni hozir ham charchatib qo'yibman. Unda men ana zo'r narsacha topdim-da. Do'stlar, men sizlarga qanday qilishimni boshidan yo'q aytib o'tsam, men bunaqa qilmoqchiman. 5 ta qilmoqchiman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Do'stlar, agar sizlarga men qanaqa qilishim, men nimani isdan chiqardim, sizlar nima xohlaysizlar, qanaqa narsa qilishim kerak, o'shani ham kommentga yozib qoldiringlar do'stlar. Bizlar ham sizlarga har doim ham kontent yo'llayveramiz. Aytgancha do'stlar, sifatli video faqat vaqt talab qiladi. Hozir qaranglar, sifatli video chiqyapti. Shuning uchun sizlar like bilan obuna bo'lmayapsizlar. Meni vaqtim juda ham ko'p ketyapti do'stlar. Prosta sizlar like bilan obuna bo'lsanglar yetadi menga, boshqa hech narsa kerak emas. Agar sizlarga kimga qanaqa mod kerak bo'lsa, o'shani aytib o'taman. Aytgancha do'stlar, sizlarga qanaqa mod kerak, biza nima videolar chiqmayapti, meni haqiqiy yuzim qanaqa, shunaqa narsalarni bilishni xohlasangiz, Telegram kanalimiz bor do'stlar. Ana opisiyaga ham hamma joyga tiqtirib bosishayman. Короче, asha tepalardan ham shipoq qaytib chiqadi do'stlar. Albatta o'tib erinmasdan bitta qo'shilib qo'yinglar do'stlar. Ochganimga o'zi bir hafta ham bo'lgani yo'q, lekin hali men hech kimga aytganim yo'q do'stlar. Sizlar ana shunaqa qilsangiz chotki bo'ladi. Agar yangi kanal ochsam do'stlar, ikkinchi kanalimizni ham ochamiz do'stlar bizlar. Faqat hozir emasda, qarg'aga o't tushgandami nima deyapman, o'shanaqa sal keyinroq ochamiz demoqchiman. To'g'risi do'stlar, to'g'risi shunaqa demoqchiman. Men shunaqa demoqchiman. Bo'lmasa epic qilamiz, epic. Sizlarga shunaqa mosmi yoki mana shunaqa ketamiz? To'g'rimi do'stlar? To'g'rida kommentariyga yozib tashlanglar do'stlar, men qanaqa ketishimni o'zim ham o'ylab ko'raman. Necha qism nima deyapman, necha qismgacha bo'ladi do'stlar, bilmayman. Xo'sh, opisiyaga ham yozib qo'yaman, Telegram kanalimizni tavsifga ham hamma baroga yozib qo'yaman. Qaror, sizlardan faqat bitta like, obuna va keyin Telegram kanaliga qo'shilib qo'yish. Hech qanaqasi muammo emas do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ring, zerikib ketib qolishga urinmanglar do'stlar. Agar sizlar shunday do'rsangiz, hech qachon zerikib ketib qolaman deb ilm chiqayotgan bo'lsangiz, men sizlarga kanallarimni tavsiya qilib nimadirlar qilaman do'stlar. Faqat sizlar obuna bo'linglar. Shipoq qaytib chiqaraman obuna bo'lishni. Xo'p, shuncha joyni bitta biz faqat shunaqa bo'lyapti do'stlar bizga. Nimagadir bugun qo'lim qityapti do'stlar. Ana omadliman-da deb o'zimni maqtab o'rnayapman. Xo'p, unda mana qilib chiqamiz do'stlar. Jonli efirga ham ozgina qolmadi. Shuning uchun birinchi video men yaxshi chiqmagan do'stlar. Ishonmasanglar qarab ko'ringlar. Chunki men sifatli video tayyorlamaganman va uni ham tez ancha shoshilib chiqarganman. Like bosib obuna bo'lsanglar yetadi do'stlar. Kanalimiz rivoji uchun. Bizlarni kuzatib boringlar. Biz sizlarni hech qachon zeriktirib qo'ymaymiz. Yana nima? Shunaqa do'stlar, shu gaplar. O'zingizlar-chi do'stlar, qanday gaplar? Cheki bo'lyaptimi? Yangilar yaqinlashib qoldi do'stlar. Inna
hamma yangi yil bilan narsalar hozir yuribdi. Hozir hamma joyga borsanglar yangi yil bayramlari bo'lib ketgan. Lekin hali bo'lishiga ancha kun bor. Bir 3 hafta bor. 3 hafta bor sizlar yangi yil boshlanishiga. Lekin haligacha narsalar chiqqan. Chunki katta bayramlardan birida do'stlar. O'zi umuman katta bayram. Xo'sh, men shuncha yuribman do'stlar. Birgalikni bildirishimiz ham kerak-da. İşimiz ko'p ekan do'stlar. Ko'ryapsizlar, sizlar uchun qancha o'ynayapman. Bitta like bilan obuna bosib qo'yish shunchalik qiyin emas do'stlar. Chiroyli kommentariya qoldiring. Tashakkuringiz uchun sizlar uchun rahmat. Nima deyapman? Do'stlar, mana shuni xato qilmasligim uchun miyam bir joyga qo'yib jamlab o'ynashim kerak, to'g'risini aytyapman. Sizlarga gapiraman deb kal qilib qolyapman. Shuning uchun do'stlar, ko'p gapirmayman. Va shunaqa qilsam, ishim 5dan 10dan yurib ketadi. Yo'ye. Adashtirma. Nima deyapman? Xo'sh, dilimda vayrona, bu janona tarona, osmonga uchar har ona. Nima deyapman? Bilmayman. Hayt, yoqayaptimi do'stlar? Zerikib qolmayapsizlarmi? Hop. Shuncha ishni shuncha qildim. Mana unaqa teshilarga e'tibor bermanglar. Bizga mana bunaqa joylar teshilar qolib ketadi. O'zi bilasizlar-ku, menga har doim bir ikkidan sal qolib ketadi. Agar kimga montajyor kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanallarni topishingiz mumkin. Xo'sh. Do'stlar, shuni qilib turinglar, men yangi kanal ochaman. O'sha yangi kanalimga videolar joylayman. Lekin unda faqat bunda Minecraft bo'lsa, zuruylardan biri. Unga zuruylarni hamma nima deb o'ynab video chiqaradi do'stlar. Prosta sizlarni qo'llab-quvvatlab tursanglar, ikkita kanalga ham videolar chiqaraman. Lekin vaqt katta ketadi ko'rsaga ham do'stlar. Men faqat video tayyorlayman, montaj qilaman, tayyorlab montaj kanal strategiyasi. Do'stlar, agar sizlarda YouTube kanalingiz yo'q bo'lsa, hamma ko'pchilik qanalayotgan raqamini tasdiqlash muammosi bor bo'lsa, biz sizlarga shunaqa haqida video tayyorlashimiz mumkin. Agar sizlarning kanalingiz do'stlar, ko'p gapiravermay, kam gapiraman hozir. Agar kanalingiz yurishmayotgan bo'lsa, bizga aytishinglar mumkin. O'sha haqida video chiqaramiz sizlar. O'shandan keyin ayblaysizlar. Bu meni videomda deb o'ylaysizlar. Yo'q, hech qanaqasiga videolaringiz qiziq bo'lsa ham videoingiz emas do'stlar. Chunki qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar kanalingiz so'zlamalarida yoki kanal ochilishida. Agar kimdir kommentariyamga yozsa, aka kanal ochish uchun sirni ayting, ya'ni o'shalar haqida video chiqaring. Men o'shalar haqida video chiqaraman do'stlar. Sizlar faqat like bosib obuna bo'lib qo'ying. Agar kimdir like bosmagan bo'lsangiz, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, balki Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'ymagan bo'lsangiz, men o videoda hech qanaqasiga tayyorlab bilmayman do'stlar. Iltimos sizlarning aytganlarini kechga baloban adashib ketyapman. Adashdim. Unga har xil videolar chiqadi do'stlar. Sizlarga zo'r kanal tavsiya etaman do'stlar. Bilmadim meni. Matrisa Uz degan kanal bu 10 ta obunachisiga yetkazib qo'yaylik. Agar o'zi eshitayotgan bo'lsa, kommentariyamga yozib qo'ysinlar. Akamiz yomon qiziq videolar chiqaradi. Hamma videolarini oldingidan ko'rib chiqaman do'stlar. O'shanga o'tib like bosib obuna bo'lib qo'yamiz va oxirgi videosiga, Granny bir yangi versiya videosiga do'stlar, Craft o'zi 5 dan salom deb yozib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Yana nima esdan chiqmasligi mumkin. Do'stlar, hozircha bizga shunaqa hajmli yetadi. Keyin o'yna o'shansini qilaveramiz. Nima? Xo'sh. Mayli. Sizlar faqat like bilan obuna bo'lmayapsizlar.
Xo'sh, shuni qo'yamiz. Tayyor. Do'stlar, qanday chiqdi? Birdan ungacha baholaylar. Agar yoqmasa, o'sha ana shu hamma aytgan muammolarim haqida aytinglar do'stlar. Bo'lmasam do'stlar, men manaqadan do'stlarni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Manaqa bitta uy bo'ladi. Mana bu yerga ham baqqa dom qilamiz. Baqqa ham dom bo'lgani uchun endi do'stlar ikkitadan qilamiz. Manaqa ana molla turadigan joy qilamiz. Tibbiy manaqa kon qilamiz. Kon bo'lgani uchun manaqa do'stlar eslab qolinglar. Yana bilmayman, qaytam sizlardan so'rashim mumkin. Ko'rasizlar do'stlar, shuni katta joy qildik. Xo'p, endi nima qilsam ekan do'stlar? Birinchi o'rinda bundoq qilamiz do'stlar. Manaqacha qilaylik. Hadi. Xo'p. Mana nihoyat. Xo'p, do'stlar, mana bizlar shuncha qo'limizdan kelgancha ishlarni qildik. Sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Do'stlar, bugun yetadi deb o'ylayman. Agar fikringiz bo'lsa yoki ana shu aytgan gaplarimni nimadir so'ramoqchi bo'lsangiz, kommentariyada behajolat qoldirishingiz mumkin. Biz tezroq 50 ta obunachiga erishaylik do'stlar va keyin shundan videolarni chiqarishimiz kerak do'stlar. Sizlar faqat sizlardan men like va obuna kutaman. Xayr do'stlar, savollaringizni bo'pti. Telegram kanaliga ham o'tib qo'yinglar do'stlar, shuncha harakat. Xayr, like va obuna sizlardan kutamiz. Xayr. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizlar 50 ta obunachiga erishimiz kerak do'stlar. Iltimos like bilan obuna bo'linglar. 50 ta